Jungo'nun g'arbidagi qumliqda bir Budda rahibi Hindistonga qarab o'zi yolg'iz yo'l yurmoqda edi. Bu taxminan bundan 1300 yil burungi ish. Bu hazratning ismi Xuanzang bo'lib, g'arbga sayohatda aytilgan Sanzang hazratdir. Ha, hazırda Senzang degan oq at minatdi deyman. Yana texi uning birdan bir yomon 3 shogirdni yo'lda uchirgan jin alvastlarni yo'qotdi emasmi? O degan nurg'un yillardan keyin kishilarning to'qib chiqqan hikoyasi. Tarixdagi haqiqiy Sanzang hazrat g'arbga o'z yolg'iz borgan. Bu safarning qanchalik jafoliqligini albatta tasavvur qila olmaymiz. Uning oldida poyansiz qumluq, egiz tog'liq, yana nurg'un qaroqchilar, yirtqich hayvonlar saqlab turmoqda edi. U yana qanday xim-xatarlarga yo'liqa? Buni faraz qilish tez. Biroq Sanzang hazrat o'z yolg'iz bu xatarlardan o'sib o'tmoqchi. Nima uchun shunday qilganda? Sanzang hazratning asli ismi Chiniye edi. O kichiklar o'rganishga qiziqadi. Boshqa bolalardek o'ynamasdan berilib kitob ko'radi. Hech qanday o'yin tomoshalarga berilmaydi. U 13 yosh vaqtida bir kuni odatdagi kitob o'qig'ach ketib boradi. Sen ala. 1990 numurluq. Ha? Sen yeni kepsen bu yıl. Şundaq, yeni kep qaldım. Bu yıl kaçıncı kıtım imtihan belgeli kelişim? Bu mening 20-ci qitim kelişim. Sen kaltı sevirçenken sen o. Optan tırışıp bakın ha. Maqul. Emdi 1991 numur. Ma. Emdi 1992 numur. Ale. Bu en ahırkısı. 下一位1492号。啊，再下一位。 Taga, Ha? Fıkam, bir yere nindep geldin ha? bu yerden nim kuatıdı? Bir yerde ixtisaslıklarını tallap çıkış için imtihan ilinip atıdı. Kim tallansa butxanık rahip oludu. Bir yere kişik balla oynaydıgan cay emez. Ma, başka cayı berip oyna ha? Emdi kimi geldi? Aha, rahip olan da. Ha, meme bolu ben. Taga, mağmı birini birin ha. Meme imtihanı katış bakay. Hey. Hey! Koyup koy! Tokta! Tokta deymen! Şu oynamak! Emlak! Kim geldi hemdi? Kim geldi hemdi? Ayni vaqtdagi Jungoda butxonaga rasmiy rahib bo'lib kirish uchun old bilan bayonqidek yilda bir qatim ilingan imtihondan o'tish kerak edi. Ahırı tüydü. Ha, Taga, Ha? ben öttüm. Nime? Chiniye 13 yosh vaqtida 10 necha odamning orasidan tanlanib chiqdi. U imtihondan o'tib, hukumat e'tirof qiladigan rahib bo'lib, ismini Xuanzang deb o'zgartdi. O Budda nomlarini o'rganishga boshladi. Xuanzang mamlakatning har qaysi joylariga berib, tariqat bilan shug'ullanayotgan yuqori ma'lumotli rahiblardan Budda diniy aqidalari to'g'risida ta'lim oldi. Ha? Muşundak mı? Mundaqu deyman. Ha, emse mundakken de. Shundaq. Yaq, asli mundaq buludu. O'xshash bir narsaga bergan aniqlik bilan o'xshashmisa? Asli Sakyomunning Budda dini aqidalari faqat birli bo'lishi kerakdi. Lekin har qaysi mazhablarning bergan ta'birlari o'xshashmag'achqa, Sakyomunning asli din aqidasini bilishi mumkin bo'lmay qolgan edi. Bo'lmabdi. Buning hammasi Budda nomining asli nusxining qo'limizda bo'lmaganligidan chiqayotgan chataq. Budda dinining haqiqiy aqidasini bilishim kerak. Zodi qanday qilsam bo'la? Bu savolga davlat ichida javob topilib bo'lmaydi. Budda peshvasi Sakyomuni tug'ilgan Hindistonga bir berib kelsam bo'g'dak. Ha? Nima degan qarang'u? Hech nimani ko'gil bo'lmadi-ku. Ha?
Yoruqlik ko'rinotamdi nima? Ha? Bodhisattva Sakyamuni. Bodhisattvam Amitabha. Ha? Tushungan-ku. Bodhisattva Sakyamuni tushimda olgan bo'ldi. Shunday qilishim kerak. Hindistonga boray. Hindistonga cho'qim boraman. Budda dinining haqiqiy aqidasini cho'qim bilib kelaman. Ha? Hindistonga boramsan? Shunday qilganda Budda dinining haqiqiy aqidasini bilgili bo'ladi. Qaysinglar men bilan birga borsizlar? Yak bo'lmaydi. Uxlamay tush ko'ma. Sen Hindistonning nərligini bilemsen. G'arbga qarab men evasam, cho'qim bora olayman. Yaqin borgan taqdirdimi saqqamaysan, jiningdan ayrilib qolasan. Yo'lda payansız qumluq, yalqın taqlab tursa, o'zing yolg'iz qandaq borasan, Shunga men sizlar bilan maslahatlashyapman-ku. Mening unchalik yurgim cho'ng emas. Sen-chi, sen qanday qara? Men o'ylashib ko'ray. Ammo men o'zim beraveray. Sen mo bo'ldi qilsang bo'larmikan? Bu ishning oxiri qandaq bo'lar? Anglashimcha, yo'lda nurg'un jin alvaslar bormish, hadislar yo'l qilib turmish. Og'zini o't purkaydiganlari, bir ko'zliklari, uch ko'zlik alvaslar, yana kali suratlik alvasdi, qush suratlik alvasdi ish qilib, har qisma, har yonida jin alvaslar bormish. Shundaq bo'lsin boramsan? Shundaq. Cho'qim boraman. Biroq podshoh chigirdan chiqishga ruxsat qilmaydigan tursa, Eng yaxshisi niyatingdan yansang bo'larmikin? Shunda bir berib kelsang shuning o'zi bo'ldi. U vaqtda Jungoning qonunida fuqarolarning chet ellarga chiqishiga ruxsat qilinmaydi. Biroq Xuanzangning Budda dinining haqiqiy aqidasini bilishga bo'lgan qiziqligi va g'ayrati uningga jasorat berishtirgan edi. Shuning bilan u bilim olish istigida g'arbga qarab yo'l oldi. Xuanzangning g'arb chegarasidan o'tmoqchi bo'lgan xabari nihoyat tezla amaldorlarning qo'liga yetdi. Ular darhol chegaraga odam avatdi. Xuanzang degan birsi g'arbiy chigirdan chet elga bormoqchi ekan, tekshirishni kuchaytiringlar. Gumonliq bo'lsa, tutinglar. U safar ustida bir necha qatim tekshirilib, tutilib qolg'ili tasliq oldi. Lekin yana qutulib, yumin o'tkiligicha yetib keldi. Bu yerning qaravullari bakching bo'g'ashqa, o'tib ketishga zodli imkoniyat bo'lmadi. Rahib ustam, Hindistonga texi xeli bor. Yo'lingda uchraydigan qumliqlar bakmu xatarlik. Nima? Sizlar qanday billar? Karvonlar chig'ida yo'ldan ezib kelayotgan yerda sening yolg'iz qumliqdan o'tishing yo'q gap. Biroq men u yerga cho'qim berishim kerak. Amsa bu otni minib borgin. Bu ot qumliqda 15 qatim mangan. Sana yardım tegib qolar. Xuanzang bovoyning gapi bo'yicha bir ishinib bir ishinmay, bu o'ruqlab holidan ketgan qir otga minib yo'lga chiqdi. Bu yerdan shimolga qarab 15 chaqirim mangsang, chet elga boradigan bir chig'ir yo'l bor. Sen shu yo'ldan mangsang bora olaysan. Shundaqmi? Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar bu iltifotlarga qanday javob qaytarsam bo'lar? O'zlarining ismlari nima ekan? Men bir odatdagi bo'vayman. Sen yaxshisi tezroq mang'in. Biroz ko'rib qolsa, u joyda amal qilolmay qolamiz. Xuanzang otga minib keyniga burilib qaradi. Qiziqish. Bovoyning qarsimi ko'rinmaydi. Bu bovoyni Budda peshvalarim menga yordam berishga evatgan o'xshaydi. Sakyamuni hazrati meni o'z panasida saqlab o'tibdi-da. Chapa aytib, bu yerga cho'qim yetib bora olayman. Xuanzang o'z yolg'iz g'arbga yurish qilib Hindistonga qarab mangdi. Xuanzang hazrat nima degan ulug'a? Keyingilarning uning atab hikoya yozib chiqini beka emaskanda. Wukong, Baji, Shasinglardek qobil shogirdlarning yo'l bo'yi uni qo'dg'aligi cho'tehi.
Senzang Hazretning bilim elishda haqiqatga intilishdek ro'yi uni tabiat bilan, atrofdagi muhit bilan botirlarcha kurash qilishga rag'batlantirdi. Senzang oxiri Hindistondan nurg'un Budda nomlarini olib keldi. Budda nomi hindi tilida yozilgan edi. Senzang Hazret uni xanzu tiliga tarjima qilib, Sakyamunining haqiqiy Budda aqidalari to'g'risidagi ta'limini Jungoda va uning atrofidagi rayonlarda tashviq qildi. Edison! Hey Edison! Balam tamıkın niye? Balam kendi sen! Edison! Tuxumni nima qilasan? Nima qilin bu balam? Köydü çıkarayımkin deymen. Nima? Çocuğu çıkarman? Tuxumni sen basamsan? Möcize bu. Çıkkınla nime deyiş vatsıla. Edison tuxumni besip çocuğu çıkarman deydi. Nime? Sen baskınına çocuğu çıkamdı. Nimişki çıkmaydıken Mekiyan'ın muşundaq basıdı o. Edison, senin alkının bilen Mekiyan'ın bedini okşamaydı. Beka avar bomba. Bala. Bir. İki. Edison, sen geldi atmam sen. Ata deme. Kipinek nimiş uçalaydı? Nimişin digine? Onun kanıtı var da kanıtı. Kanıtı bozlu uçalamda. Çünkü sanki ata deme. De baka, dememse. Ustam, Nime? ot nimişin küydü? Yana sorgulu turdun o ha? Bu mındak ya Edison. Çünkü o yanıdı. Şu onu ot deymi. Ha. Yanıdığan nerse ot. Ha? Ot nimişin yanıdı. Ot degen nimo? Bana çıkıp oyununu oyna. Bana oynap gel. Nime Adem'in kaşını kılıdı bu şumtek. Aa, Bana. ay, ot degen zade nimidi? O nimeden payda bolgan narsidir? Heh, to'g'ri. Ha belli. Ot gitti! Ot gitti! Nim bo'ldi? Nimish bu? Su akam! Lan çakabıl! Yana gel lan! Tez! Çakabıl! Ya Allah, ahir o'chdi. Kim? Kim o işini ki? Çıka bu yaka! Edison, Sen miydin? a, Bu senin kılan işinken de. Ne mi kılın bu? man qarangda da gepimni anglang, men o'tning qandoq yonidiganligini bilmoqchi edim. Bilim izləyici bu bala uzun ötmey mektepke kirdi.
Yaxshi, ko'pchilik diqqat qilinglar. Bu qushqash. Qaranglar, ustidagi temir tumshuq. Muallim, men bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani, Edison? Qushqashni nima uchun qushqash deymiz? Qushqash nima? U nasmi qushqash tursa? Edisonning qiziqishi yana boshlandi. Savoqdoshlar, 3 ga 6ni qo'shsa, necha bo'ladi? Muallim, mening bir savolim bor. Nima, Edison? Biriga birini qo'shsa nima uchun 2 bo'ladi? Kechki so'raydi ekansan. Bu tushunishlik masala-ku. Yana so'rag'aning nimasi, Edison? Tura, men seni turg'izib qo'yman. Edisonning o'tirib qo'ygan savollari amaliyotda shaylarning mohiyatiga taqaladi. Qisqasi, o bizga ovozliq tetmadi. Undaq bo'lsa bu balni qanday qilamiz? Nim dedingiz? Tushundim. Bundan keyin bu balani o'zim o'qitay. Shunday qilay. Mushu sababdan o'smir Edisonning maktab hayoti 3 oyga bormay oxirlashdi. Ertasidan boshlab apsi ma'lum bo'ldi. Edison o'quvchi bo'ldi. Shunday qilib, bu 2 kishilik maktabda dars boshladi. Kepinak faqat qanatiga va havoning ruhiga tayinib uchidi. Mana bu kepinakning uchishidagi sir. U faqat qanati orqali havoda uzidi ekanda. To'g'ri, Edison. Jura, sirtga chiqib kepinakni Rasma opa, hejib obdan dedingiz. Jurang chiqaylamsa. Uçunla! Uçunla! Üzümla! 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 Balam, mayaki kel. Nime o opa? Qara ağlınğa. Kepinek tıqqılıp atıdı. O'xshashgan. Shundoq balam, kitobni ko'rib, amaliyotni ko'zlasa. Undan keyin yana fikr yurgizsan. Uqdingmi, balam? Shundan keyin o'smir Edison kitob o'qishga boshlab kirib ketdi. U kitobdan o'rgangan bilimlarni amaliy sinovdan o'tkazmoq bo'lmaydi. Shung ota-onasi uning atab yer ostida bir tajribaxona raslab berdi. Mak, mehmon ishvat. Bu nima? To'g'ri, buni ichsang uchisan. Rost uchamdimi? Bo'ldi, o'ltir. Hozir sening badaning havoga to'shdi. Endi sen sharga o'xshash uchisan. Ushmansan. Oldu. Edison, nima qilding bu? Sen aqlga totdi. Bu kalva, maqtotni qapiray. Edison, adam badaniga sinaq qilsang qanday bo'ladi? Meni kechiring, opa. Edison haqiqiy sinov uskullarini setib olish uchun ba'zi sesasa davozda poyezdlar o'tkazib satdi. Gittinglar! O'smir Edison 1 minut vaqtni shunday qadrlaydi. Shunga u gels satgan vaqtdan foydalanib, poyezdlar bilan kichik tajribaxonni bir narasida oldi. Shundan keyin Edisonning havasi bara-bara tok va telegrammaga markazlashdi. U tadqiqotni texnik yaxshi qilish uchun Bostondagi telegraf xizmatga kirdi. Ma'lumot bering. Bo'ladi. Edison oxirgi dunyoga kelib Nyu-Yorkka borgan poyezdni batdan setib oldi. Opa, o'g'lingiz hozir kashfiyotchi bo'lish oldida turyapti. Edison Nyu-Yorkka borgandan keyin iqtidorini texnik joriy qildirdi va uzun o'tmay savdo o'rnidan telegraf xabar ishlaydigan bir xizmat topdi. Ondan topgan puli orqali o'zining tadqiqot bilimi va zavodini qurib chiqdi. Boshliq, sizga telegramma.
Bechora opam.妈，妈，阿尔啊，仔细的读书，实际的去确认，再详加的思考，才能满足求知欲强的小家伙。而且要无时无刻都要好好的保持这种求知欲望哦。记住了，阿尔。 Edison shundan keyin Patifon qo'g'ishilmatda kino apparati va elektr mashinasi qatorliq narsalarni kashf qildi. Uning ayni vaqtdagi o'tning nima uchun kuydiganligini bilishga intilgan sabiy yuragi oxiri ulug' kashfiyotlarni barliqqa keltirdi. Edison 1879-yili elektr chirog'ini kashf qilib, bu qimmatlik sovg'ani bizning barliq odamlarimizga qoldirib ketdi. Edison Thomas Alva 1931-yili 84 yoshida olamdan o'tdi. Tonight I'm gonna get you, girl, and really